101 matchamiz. Dumbilini kattaligi yaqinroq kelib qolgan hisobiga dumbil bitta. Barkini kengligi, dumbilini kattaligi yaxshi. Xohlasa 1 kilo 350 bitta poyasi chiqyapti ekan. Mana bunda ikkita dumbil. Ikkita dumbil va bittasi katta yetilgan. İchkarilari ham shunaqa. İchkarilarida ikki tushtada mana 1, 2ta dumbil ushlagan joylari ham bor. Mana 2tadan 3tadan dumbil ushlagan. Poya xudo xolasa baquvvat. Yaqinroq ekib qo'ygan hisobiga ozgina yuqoriroq bo'lib qo'ygan poyasi. Hozir yana boshqa videolarda tashlaymiz, xudo xolasa. Poyani yo'g'onlari bor. Yo'g'on poyaliklari chiqqan. Mana dumbil egilib ketgan. Xudo xolasa yaxshi. Dehqon akamizga ham yoqdi. 101imiz xudo xolasa keyingi yilga kattaroq joyga ekamiz deyapti. Bu mana uvat taraflarida bo'ylari past, dumbil ikkitadan ushlagan. Lekin barki keng. Mana poyasini yo'g'onligi. Poyani yo'g'onligi dumbil ikkitadan. Mana dumbilda kattaligi.